Biz assam dünyaga men bulup Adem, yaşaysan niçin dep sordu vicdan. Göz assam dünyaga men bulup Adem, yaşaysan niçin dep sordu vicdan. Çoğ buldum yaşadım hili yaşkıça, hayatning yolida davan aşkça. Tapmadım cevapni bulgaç bek nadan, tapmadım cevapni bulgaç bek nadan. Önümü köstüp, $1000 zakalet pulunu ep koydum. Acım köp avrup kaptı deyip yoklap kileycim ha. Vur! Olma, güzel alem öyümlülükçük şirketininki direktörü Hasancan. Benim nevrakken buldu. Hasan mı da? Deliz şu. Assalomu alaykum. Qanday ahvollari? Xudo yaxshi to'limi? Yaxshi. Men sizlarni mush mahaldan bir uy ijara olaydigan. Am sizlarga muvofiq uy bormi yo'qmi? Kan men bir qarab boqay o'tiribsizlar. Assalomu alaykum. Aldirish oshxonami? Va alaykum assalom. Qanday ahvollar, salomat bo'lmi? Mana eshitdim. Xo'sh kelsizlar. Xo'sh. Abdurrahman Dudakcan. Telefon qildilar. Amraj bag'rin qo'ydingmi? Voy, Ajibka, kelsi endi ko'rishiklar qanday salomat bo'lma. Ondan sonra voy bu Anvar Ajibka bilan ko'nglimiz yama yaqindayman. Anvar Ajibka o'zi yaxshi tug'andi. Mijozlar yetib qoldi, haberimiz. Alloh, saqib bo'lmaganda. Yo'q. Demakchi o'g'lim saqib bo'lmaganmiz, doktor ham bir yo'qlab kelay degan turib, ko'nglimiz bek yaqincha Anvar Ajibka bilan. Ana telefon qilib sizlarga bir uy lozim ketdi, uy to'g'irlab. Ammo Ajibka yamonsilik muvofiq keldigan uy vajib bir ko'rsib kirayman. Voga. Ishinglar Ajibka meni shu. meni sizniki keyin deyishlar. Akangiz bek aldirash odam-da. Aldirash ketib qopti. Kechirsiz, mening azroq ishim bor edi, Jumovkan. Aka bu... Assalomu alaykum Ajibka. Ajibka biz mush akamning şirketining endiki masjidi biz. Men sening nerlikingni so'ramadim. Musa Hacim akang hayat vaqtida $1000 zakalat puli so'ragan. Shuni esingga solib qo'yay dedim, shu pulni darhol tayyorlab qo'y. Namozni mush asr dinib tushirdigan bo'ldik aka qatnashib. Voy. Tova. Mavakamning jinosiga qatnashadigan hech kim chiqmadi desa. Dilazar Xudo bizar degan mushumi deya. Ya qapoqlash delti sen ma to'xtan vaqtida tayyor qilmayman, nurg'un puldan ziyodlatib tushmatamsan. Akamni qilib qo'ygan mana shu. Ya,